Sizlar uchun akalar haqiqiy hisorini zo'ridan, baquvvatidan, xudo xolasa kelajagi boridan, zo'ridan zo'rini akalar ko'rsatish uchun Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Buton qishlog'iga yetib keldim. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz, akalar mana ko'rib turganimizdek ancha yirik, baquvvatlari, bir so'z bilan aytganda qo'zining haqiqiy polvonlari, bir-biridan chiroylilari akalar bugun sotilyapti. Bemalol akalar mana shunday qo'zini zo'rini, bir-biridan chiroylisini, baquvvatlarini olib foydalanishga akalar ishlatsalaringiz bo'laveradi. Akalar bir so'z bilan aytganda qo'zining sifati kerak degan akalarimiz bo'lsa, bemalol mana pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bunaqa variantlar akalar kamdan kam bo'ladi. Bo'lganda ham akalar sizlarga ko'rsatib qolyapmiz. Endi bu yerda necha bosh qo'zimiz bor? Bularning yedi-ishtisi, sog'ligi, bir so'z bilan aytganda qo'zlarimiz haqidagi quyuq-suyuq hamma ma'lumotni egalaridan olib sizlarga to'g'ridan-to'g'ri yetkazaveramiz. Sizlardan like bosib, kommentariyani bir chiroyli so'zlar bilan akalar to'ldirib ketish, bizdan bo'lsa xudo xolasa mana shunaqa erkak urg'ochi aralash bo'lgan bir partiyani akalar sizlarga ko'rsatib o'tish bo'ladi. Qo'zlarimizni ko'rib turganlaringizdek, dummalaridan, bo'ylaridan o'zi to'laydigan, ranglari kashtan, qop-qora baxmallari bor. Qanaqasi kerak desalaringiz, xohlasalaringiz erkagidan, xohlasalaringiz urg'ochi, mana shunaqa sifatli qo'zlarimiz akalar sotilib turibdi. Bo'lmasa biz ishimizni boshladik, bismillah. O'ral aka, hormang yaxshimiz aka, charchamayapsizmi? Shukrab sog'larsiz yaxshimi? Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Mana qo'zlarning sifatini ko'rib odam havas qilib turibdi aka. Juda yaxshi variantdagi qo'zlarimiz bor ekan. Aka, bu yerda endi katta partiya ko'rib turibmiz. Katta partiya, yangi partiya keldi. Mana akalar, yangi partiya, hali korobka dokument edi. O'shanda. Aka, bu yerda necha bosh qo'zimiz bor? Qo'rga 52 bosh Shukrab. 52 bosh qo'zlarimiz bor. Endi bu 52 bosh qo'zini ko'rib turibmiz. Juda sifatli, yaxshi qo'zi ekan. Erkak urg'ochi aralash, to'g'rimi? Erkak urg'ochi aralash. Necha bosh erkak, necha bosh urg'ochisi bor aka bular? 26 taga 26 ta xudodan to'g'ri qilgan. To'g'rilaganni qarang. Bittaga bitta to'g'rilagan. Shunda. Akalar 5 ta urg'ochi, 5 ta qo'chqor boqaman, yo bo'lmasa 4 taga 4 ta, boring 56 tani hammasini olaman, to'g'riroq 52 tani hammasini olaman degan akalarimizga to'g'ri keladigan joyi. Endi aka qarang, hozir bularni soni ham zo'r ekan. Erkagini soting yo urg'ochisini soting degan akalarimizga alohida ham sotaveramiz. Farqi yo'q, kelishsa sotib yuboramiz. Gap, akalar kelishsa xudo xolasa sotib yuboraveradi. Bemalol o'ylamasdan akalar xudo xolasa mol qilishga, qo'y qilishga olsalaringiz bo'laveradi. Endi aka qo'yning sifatini ko'ramiz. Juda yaxshi, o'zi to'laydigan variantlarda. Buni yosh oyligi necha oylik aka? Yosh oyligi 5 oylikka, plus 5 oylikka olaylik. 5 oy plusiga. 5 oy plusiga akalar olaveramiz, xudo xolasa sizlar uchun mana shunaqa. Endi ichiga 6 oy, 7 oyliklari ham bo'ladi. Ha, ichida bor. Endi baribir shu 4 oydan baland-da bular hammasi bosib. Baland. Akalar 4 oydan baland qo'zilar. Bu qo'zlarimizni endi aka hozir mana ko'ryapmiz, yedirib, ichirib, sog'ligi garantiya ham beramiz-da bular. 15 kun garantiya beramiz. 1 kun 2 kun emas. 1 kun 2 kun. Mana akalar, 15 kun xudo xolasa garantiyasi bor. Qo'ylarimiz har biriga akalar, u yakkala yotmaysizlar akalar, bunisiga muncha, unda deyilmaydi. Har biriga akalar 15 kundan garantiyasi bor. Xo'p, endi O'ral aka mana qo'ylarning sifati zo'r, haqiqatan bo'ybaslari kelishgan. Buni yosh oyliklari ham xudo xolasa yaxshi ekan. Urg'ochilarni ham bir 3 oylardan keyin qo'chqor qo'ysa bo'ladigan holat ekan-da. O'shanda, shunday. Mana akalar, qo'chqor qo'yilaveradi. Buni endi aka dastavkasi qanaqa bo'lyapti? Dastavkasi ham muammo yo'q, Shukrab. Dastavka umuman o'ylashmasin-a. Shunday, bir qo'lga olsa, agar vodiydan olsa ham Isuzu bilan yetib beramiz. Ha. Demak, akalar bemalol telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. Faqatgina akalar endi bitta savol. Nechtadan ko'piga aka dastavka bor? Endi 5 ta olsa ham iloji boricha, imkon boricha olib borib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bitta olsa ham dastavkani bir yo'lda kelishilgan holda qilib berilaveradi akalar. Dastavkani umuman o'ylamaysizlar. Xudo xolasa sizlarga mana shunday yeb ichishdan kam yo'q qo'zlarimiz sotilyapti. Lekin Shukrab bir qo'lga olayotgan odam moli. Shunday, lekin bir qo'lga biridan chiroyli, unda besifati yo'q. Biridan biri chiroyli. Yashang. Aka, bularni necha puldan deymiz endi? Bularni Shukrab bir qo'lga olishsa 3.350 dan. Aha. Agar tanlab olishsa erkak 3.5 dan qilib beramiz. Urg'ochisini 3.400 dan qilib beramiz. 3.400 dan qilib berasiz. Shunday, urg'ochisiga 100 ming pasiga beramiz. Ha, demak akalar urg'ochisini 100 ming pasiga ham berilaveradi. Ko'rib turganimizdek hammasi yaxshi variantda. Ancha bo'ylari baland, poychalari uzun. Olib turib foydalanishga juda yaxshi variant. Akalar ulgurib qolinglar, bunaqa variantlar kamdan kam bo'ladi. Sizlar uchun mana shunaqa sog'lom yurib, akalar yedirib, ichirib tekshirib olinadigan. Xudo xolasa hammasini akalar mana shunday poychalab o'zlari yetkazib berish xizmatlari bilan sizlarga gaplashib qo'yganmiz. Bemalol akalar pastdagi nomerlarga telefon qilib barakani bosib o'ramiz. Ulgurib qolinglar akalar, mana xudo xolasa sizlar uchun yaxshi variantdagi kashtan, qora baxmal qo'zlarimiz sotilyapti.